Qo'y, sen bu o'rmondan qanday chiqib ketishni bilasanmi? Bilmasam, men ham bu yerga birinchi bor kelishim. Ikkimiz birlashsak albatta to'g'ri yo'l topamiz. Yordam bering, quvvatim qolmayapti. Voy, bu yerda kimdir yotibdimi? Ha, hozir senga yordam beramiz. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Men o'rmon ichida xo'jayinim bilan ketayotgandim, uning cho'ntagidan tushib qoldim. Ha, sizlar ikkovinglar bu yerda nima qilib adashib yuribsizlar? Bizni ikki sevishga o'rmonda unutib qoldirdi, biz esa uyga keta olmay o'rmonda adashib qoldik. Ha, endi uyga qanday topib boramiz? Bu yerda antena ham chiqmas ekan. Keling, yaxshisi tushkunlikka tushmaymiz va bu yerdan chiqib ketishni imkonini topamiz. Ha, mayli, yuringlar, bir o'rta tepalik topib o'sha yerga chiqib olamiz, u yerda antena bo'lishi mumkin. Men ortiq chiday olmayman, quvvatim qolmayapti. Ey, tura qolsang-chi, o'zingda kuch top. Yo'q, men yana biroz yursam batareyamdagi 10 qism tushib ketadi, keyin meni narxim ham tushadi. Agar hoziroq turmasang, bo'rilarga yem bo'lasan, qani tura qol. Men ortiq chiday olmayman, quvvatim qolmayapti. Men yordam beraman, tortaman. Ey, o'rningdan tursang-chi, o'rmonda bir o'rta hayvonga yem bo'lishimiz aniq. Xo'p, turdim. Qo'y, qaranglar, ana u yerda tepalik bor ekan. Tepalik bor ekan. Qo'yil, biz endi ozodmiz. Ha, endi o'sha tepalikka chiqib olsak, marra bizniki. Qo'y, senda antena chiqyaptimi? Yo'q, menda antena chiqmayapti. Endi nima qilamiz? Birorta qutqaruv samolyot ham o'tmayapti-ku. Ha, mana menda antena chiqishni boshladi. Ha, darhol qutqaruvchilarga qo'ng'iroq qilchi. Esingdami, o'rmonda yura olmayman, quvvatim tugadi deb yerga yotib olganing? Ha, meni 10 qism tushib ketadi, keyin bozorda narxim pastlab ketadigan eding.